O ertalab bo'ldi-yu, mayli ferma ham qarashim kerak. Yo'q, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Men sizlar bilan Zuri do'stlar. So'zberish kanalida do'stlar. Do'stlar, men hozir sizlarga hammangizga bir savol tug'ilyapti. Nega men mana bu yerda yashamayapman? Chunki do'stlar, men bankrot bo'ldim va mashinamni ham sotdim biznesim uchun va men yana puldor bo'lib qaytib keldim. Mana ko'rishingiz mumkin pullarimni. Mana oddiygina pul va do'stlar, men endi shu yerda yashayapman va qishlog'imizga kompot degan bir yangi o'yinchi juda ham obunachisi ko'p ekan, lekin biz ham kompotdek bo'lishga harakat qilamiz. Qani unda biz janob merning oldiga borib tezda ekinlarni topshirishimiz kerak. Tagma va Sirojiddinni ham haydashdi, uning o'rniga mana bu uyni qurib ketishdi va albatta qo'riqchilarni o'zlari orqasidan salgina buramiz. Mana ko'rib turganingizdek qo'riqchilar kirish mana shu yerdan. Va endi biz mana bu fermani cho'pasan deyotgan do'stlar, afsus, lekin men bu mehr berib o'stirgan fermamni nima qila olmayman. Mana bu fermani yig'ishtirib olishimga to'g'ri keladi. Qayoqdagi ikkitalik fermani keyinchalik o'zim yangilab olishim mumkin, ya'ni katta qilishim mumkin fermamni. Sizlar esa videoga like bosib obuna bo'linglar, chunki bu juda ham muhim. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só por atento. Ela desce, ela sobe, no baile. Obuna bo'lgan bo'lsangiz katta rahmat. Ha do'stlar, yana mer yangi bo'lgan, yana u kechasi chiqib ketadigan odat chiqargan. Men instrument olishga borganimda u shuni aytib qoldi. Hozir buni janob merga topshirib bo'lganimizdan so'ng biz pichoq sotib olgani boramiz va janob merni ortdan kuzatamiz va yana men o'rmonchi bo'lishim ham mumkin. Hozir janob merga aytgandi, buni o'ylab ko'raman dedi. Hozir biz shuni ko'rgani boryapmiz. Mana bu ferma endi meniki emas. Xo'p, buni aytib o'tgandim. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Yaxshi turibsiz? Taqlatib ko'rmaydimi odam degan. Uzr janob mer, hozir. Bo'ldi, to'xta. Nima bo'ldi? Ekinlarimni ekdingmi? Ha, sandiq do'stdan chiqsam bo'ladimi? Mayli, chiqaver, bemalol. Qara, bera qo'l. Mayli, mana janob mer, mana beryapman. Hammasiga qo'shib beryapman. Qani, xayr janob mer, sog' bo'ling, salomat bo'ling va men yana ekinlarim eksa kelaman. Va men oyligimni olishim mumkinmi? Bemalol olaver. Mayli, mana janob mer, mana men oyligimni oldim va xayr, salomat bo'ling. Ha, aytgancha esimdan chiqay debdi. Meni o'rmonchilik litsenziyam nima bo'ldi? Kecha abbaga aytdim, bugundan boshlab sen o'rmonchisan. Qo'yil, men o'rmonchiman, men zo'rman, men dahshatman, men o'rmonchiman. Qani endi biz birinchi ishimizni boshlasak bo'ladi. Mayli. Xo'p. Biz hozir borib uyga borishimiz mumkin. Endi biz hozir nima qilishimiz kerak? Ha, bo'ldi. Men o'rmon nimadan bu uyni buzilganini qarang, bechora. Qayerda edi instrumentchining? Men instrumentchidan pichoq olishim kerak edi. Qani endi instrumentchining uyi? Ha, bo'ldi, mana ko'rdim. Bu yerdan men ketdim. Xo'p, men qaytdim. Sirojiddin ketdi va maslahatchi ham ketdi va uning o'rniga boshqa keldi. Salom. Salom, ishing bormi? Yo'q. Salom janob instrumentchi. Yaxshimiz, deb. Faqat siz bilan men qoldik bu qishloqda eskilar. To'g'ri aytasiz. Aytgancha pichoq bormi? Albatta. Nega bu yerda peshtaxtada qo'ymagansiz? O'zing o'ylab ko'r ukam. Bu yer kishi kelsa, sotuvchining peshtaxtasiga nima turibdi? Pichoq. Shunga ko'nikishadimi? Yo'q, qochib ketishadi-ku. Men savdom ham yaxshi bo'lmaydi bunimi. Otga olboshlaysan, xohlacha otinglaysan. Bo'ldi, tezda bor. Yo'q, rahmat. Menga pichoq bersangiz bas. Qolgani umuman kerak emas. Sandiqning ichida olaver. Rahmat. Va mana bular zo'r ekan. Yangiladingizmi? Yangi tovarga borib kelasizmi deyman? Ha, xuddi shunday. Xohlasak kamera ham bor. Buyurtirsang bo'ladi to'g'rirog'i. Yo'q, rahmat, menga faqat pichoq kerak. Kechasi men merning ortidan kuzatmoqchiman. Ha, agar qo'rq, merning qo'li baland. Agar seni o'ldirib yuborsa-chi? Yo'q, men uni o'ldirib yuboraman. Xayr.
Tak. Instrumentchiga aytdim, ishqilib merga sotib qo'ymasa bo'ldi, u bo'ldi. Axir chunki biz merning oldidan o'tyapmiz. Qalyan turibdi ana uy nimasi. Xo'p, mayli, biz borishimiz mumkin. Jiring. O, kim? Alo, assalomu alaykum. Siz o'rmonchi zotiyimisiz? Ha, xuddi shunday. Siz ko'rdingizki, janob merning oldidagi buzilgan o'sha yerga keling. Xo'p, men hozir boraman. Hozir bir ikkita ishlarim bitirib bo'lay. Yo'q, tez keling. Puli ham shunga yarasha bo'ladi, o'ylab ko'ring. Xo'p, mayli. Pul zo'r deyapti-ku. Nima dedingiz? O'chirish esdan chiqdi. Bo'pti, sog' bo'ling. Tak. Ana bularni qo'yib olaman. Keyin ishimizni yuritsak ham bo'ladi. Pichoqni mayli hozircha yashirmay turamiz. Keyinchalik hamma narsamni yashiraman. Pichoqni va qolganlarini. Telefon turaversin menga. Tak, hozir menga instrumentlar kerak, lekin birinchi uyni ko'rib kelmasam bo'lmaydi. Jin ursin, kompyuterni o'chirish esdan chiqibdi-ku. Va notebook ham shu ahvolda va xo'p, mana bu kerak emas. Yo, bu sizning uyingiz edimi? Qarang, 3 kun shaharga ketgandim, qarang, na bosdimi, nimadir bo'pti. O'tlar o'sib chiqqan toshlarning ustiga. Yig'lamang, hozir biz sizning ishingizni ko'rib chiqamiz. Qani bir nima qilsak bo'ladimi? Men albatta tuzata olaman deb o'ylayman. Tuzatsangiz katta rahmat, agar tuzatmasangiz. Yo'q, tuzataman albatta. Mana bu toshlarni ishlarini sanab olamiz. 1, 2, tagichiga mod. Yo'q, polga o'tmabdi. Bu juda yaxshi, lekin qolgan joyga o'tibdi. Mayli. O'tira olmang, tezda buni hozir to'g'irlaymiz. Tak. Mana. Tak, toshlar 7 ta chiqdi, lekin menimcha 10 ta bo'laversa kerak. Mana men hozir kerkamni olib, tezda tosh kovlashga tushaman. Aynan siz uchun essiz men mehr bergan ferma. Hammanglar qani kelinglar, endi biz kerka va boshqa instrumentlarni olamizda. Eshiklar bilan kelisha olmayman. Keyinchalik esa nima qilamiz? Do'stlar, sizlar qishloqi bilan video ko'proq olishimni istabsizlar va men bu narsani bajarmoqchiman. Sizlarning talabingiz menga juda ham katta, lekin do'stlar, qishloqi menga videolarda qatnashmayman dedi. Men u bilan Vamblobda o'ynamoqchi edim, lekin u ham bo'lmadi, chunki birinchi so'rovnomada hech kim qishloqini tanlamadi. Shunga u juda ham xafa. Mana jin ursin. Mening lampam nega u yorug'lik taratmaydi? Mayli do'stlar, men umuman nimamni ishlata olmadim. Ya'ni u fonarigimni. Mayli, biz toshni kovlashimizga tayyormiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana 10 ta bo'ldi. Endi biz uning joyiga borib narsalarni almashtirishimiz mumkin. Mayli, buni olib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Mayli. Tak, hammasi o'tib ketadi. Bu yerda temir bor ekan. Keyinchalik temirni olishimiz mumkin. Kimdir so'rasa, biz o'rmonchimiz. To'g'ri, o'rmonchi degan temir kovlash mumkin degani emas, lekin uni uy qurishga ishlatim deyman. Hech kim hech narsa deya olmaydi. Keyin yoki kompotning boshqa qo'yishi mumkin, chunki u mening uyimni tortib oldi. Men keldim. Mana ishqilib sifatli tosh olib keldingizmi? Ha, aynan sifatli toshlar. Sifatli daraxt ham olib kelaman siz uchun. Aynan siz uchun. Mana tak, bu yerda 4 ta bo'ldi. Keyin mana bu olovga tashlab yuborsam ham bo'ladi bularni. Tak, mana bu yerni qilsam, mana va 5 ta chiqdi. Ana u yerda ham 2 ta bo'lgan bo'lsa, tak, mana 7 ta chiqadi. 100%. Xuddi men aytganimdek, mana 7 ta. Tak, mana endi bularni sekingina olib, ya'ni ehtiyotkorlik bilan qo'yamiz, uy qulab tushmasligi uchun. Nega o'zi taxtadan qildingiz? Axir past taxtasi qulab tushadi. Mana bu yerlarni ham toshdan, ya'ni nimadan qilsangiz bo'lar edi. Nima deysiz endi? Ha, mayli, mana bularni ham almashtirish kerak ekan. Ha, mayli. Tak, biz daraxt olib kelishga ketdik. Tak, va mana men daraxtni chopyapman. Tak, bizga nechta daraxt kovlasak bo'ladi va keyin bobolar kelib daraxtning o'rniga ekib ketishadi 2 tadan. Chunki men o'rmonchiman, men ekmayman, boshqa xonlar ekishi mumkin, lekin men ekmayman, chunki men bugundan ham fermer, ham o'rmonchiman va oylik juda ham yaxshi bo'ladi. O'rmonchilikda fermer pul to'lamaydi, chunki
o'rmonchi buyurganlarni o'zi berishi mumkin, lekin hech bo'lmasa yarim stakdan to'laydi mer. Yarim stak aynan. Chunki o'rmonchilarning o'zi chap deydilarmi, qora pul deydilarmi bilmadim. Bu mayli, buni ham ekib ketaylik. Tak, shunaqa gaplar. Mana biz endi mana bu ubijitelning uyiga qo'yib olsak, ishimiz 5 dan 5 bo'ladi. Tak, jitel, mana men keldim. Kelaver, mana qo'yaver. Kelaver, gapni qara. Nima, ustimdan kulyapsanmi? Yo'q. Tak. Mana bularni taxtaga aylantirib olamiz va mana bularni chopib o'rniga qo'yaveramiz. Mayli do'stlar, mayli. Keyinchalik albatta mashina olamiz. Tak, mana bularni ham chopib olsak va do'stlar, men anchasini bitirdim, lekin sizlarga ko'rsatmadim. Chunki video juda ham uzun bo'lib ketishi mumkin. Ha do'stlar, ko'pchilik mana bu modlar videosida aktiv bo'libdi va men o'zimning Telegram kanalimda taklif qilaman. Kanal silkasi video ostida bo'ladi va o'tib tezda obuna bo'ling. Barcha video modlar va keyingi yangiliklar, qachon yana stream qilaman, qachon keyingi video chiqadi, qachon keyin so'rovnoma o'tkazamiz keyingi video bilan. YouTube'da ham o'tkazyapmiz, lekin Telegramdagisi eng muhimi. YouTube'dagisiga qishloq xafa bo'ldi, Telegramdagisi xafa bo'ldi. Qishloqni xafa qilmaysizlar degan umiddaman. Shuning uchun qishloq umuman videoda qatnashmayapti. Keyingi so'rovnoma o'tkazgandim. Qishloqni ko'pchilik qilibsizlar, o'ylab ko'raman deb aytib olmam bir qolib ketibdi. Shuning uchun yana bir so'rovnoma o'tkazaman Telegramda, lekin sizlar tezroq Telegramga obuna bo'linglar, chunki bu juda ham muhim. Borib keyin qaysi video qishloqni xursand qilishingiz mumkin bu video bilan. Ya'ni o'sha so'rovnoma bilan. Bo'ldi jitel, pulimni ber. Pulim ukamni, mashinamda qolib ketdi. Mashinamni esa ukam haydab ketdi. Kelsa beraman albatta, iltimos. Mayli, qara, lekin senga ishondim. Ishonaver, Man buni qo'yib ketibman-ku. Tak, endi uyimizga borishimiz mumkin. Tak, mana keldik do'stlar, mana narsalarni qo'ydik va quloqchinni taqib ozgina video eshitsak ham bo'ladi va buni olib qo'yamiz. Tak, mana endi maza qilib ko'ramiz. Tak, mana bunday ko'ramiz. Keyingi video ishlari bilan videoga like bosing, obuna bo'ling, chunki bu juda ham muhim. Xayr, salomat bo'ling. Xo'p, mana keyin bo'ldi, videoni bo'ldim. Endi keyin ishlar bilan shunaqasi qiladi. Mana buni olib qo'yamiz. Negadir noktaratmayapti, mayli, bu bilan keyin shug'ullanaman. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa.